BDT Kişilik Hüquq Kengashining kelar yili 1-oydan 2-oygacha o'tkaziladigan 45-qatimliq yig'ini Xitoyning 4-qatimliq qarorliq kishilik huquq xotirasini ko'rib chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, Amerikani markaz qilgan Uyg'ur harakati tashkiloti shu munosabat bilan BDT Kişilik Hüquq Kengashiga tafsiliy doklad sunib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata sodir qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatini sharhlagan. Mazkur tashkilotning 20-iyul e'lon qilgan bayonotida qayd qilishicha, bu tashkilotning BDT Kişilik Hüquq Kengashiga yo'llagan dokladida Xitoy Xalq Jumhuriyati sodir qilayotgan turli kishilik huquq dafsandichiliklarga oid dalillar sunilgan. Xitoy islom ellarining ichida ommaviy tashkilotlari va islom o'limolari Uyg'urlarning bostirilishiga oshkor norozilik bildirayotgan birdan-bir davlat bo'lgan Bangladeshga ommaviy diplomatik faoliyatini kuchaytgan. Bangladesh taratqullarining xabar qilishicha, 20-iyul kuni Bangladeshning 10 kishilik bir muxbirlar o'miga Uyg'ur rayonida ziyoratda bo'lish uchun Urumchiga yetib kelgan. Xitoy hukumati Bangladesh muxbirlarini Xitoyga taklif qilishdan ilgari, Bangladeshlik o'limalar 14-iyul kuni Bangladeshning sharqiy janubidagi Kokus shahrida o'tkazilgan bir yig'ilishda Xitoy hukumatini Uyg'urlarga qartilgan bostirishni to'xtatishga chaqirgan hamda xalqaro jamiyatning Xitoyga qarshi texnik keskin tadbirlarni olishini talab qilgan edi. Yaponiyaning Xitoyga ilg'or o'zak yasash uskunalarini eksport qilish cheklamasi kuchga ega bo'lgan. Kyodo agentligining xabariga qaraganda, Yaponiya Amerikaning Xitoyga qaratgan o'zak cheklamasi sepiga qo'shilgan bo'lib, harbiy ishlarga chetishlik yuqori texnikalik o'zak ishlab chiqarish texnikasining Xitoyga eksport qilinishini oldini olish maqsad qilingan. Bu cheklamaning kuchga ega bo'lishi bilan Yaponiya o'zak yasashda ishlatiladigan 20 xil materialning Xitoyga eksport qilinishini cheklaydi. Xitoyda bir o'tir maktab tantarbiya zalining o'g'zisi o'rilib tushgan bo'lib, voqeada kam deganda 11 odam o'lgan. Egilinishcha, bu voqea Xitoyning sharq-shimolidagi Chechexar shahrida yuz bergan bo'lib, ayni vaqtda zalda 19 odam bor ekan. Ulardan 4 kishi qochib qutulgan bo'lib, 11 kishi o'lgan. Qolganlarni izlash davomlashmoqda ekan. Rossiyaning poytaxti Moskvaning Ukrainadan kelgan ikki uchqusiz aeroplanning hujumga uchraganligi, lekin o'lish yaranish ahvoli yo'qligi xabar qilindi. Moskva shahar boshlig'i Sergey Sobyanning ikki uchqusiz aeroplaning shu vaqtda soat 4 atrofida Moskvaga hujum qilganligini bayon qildi. Yana bir tarafdan tungi kechda Ukrainaning Odessa rayonida Rossiyaning uchqusiz aeroplanlar bilan olib borgan hujumda Donay daryosidagi port-ul aslahalarining nishon qilinganligi ilgari surildi. Amerikaning USA Annapolis nomli yadro suvosti paraxoti Koreyaga yetib kelgan bo'lib, bu bir ishchida Amerikaning ikkinchi qatim Koreyaga yadro suvosti paraxoti avatishgan.